o'lchisi ham avtomatik o'zi o'lchaydi deyapti. Bundan 107. Ha. Global iqlim o'zgarishiga chidamli bo'lgan, stress omillariga chidamli bo'lgan yangi navlarni yaratishiga omadlar tilab qolaman. 一个美女会走得到那么负责的一个人。 birga hamkorlikda buni rahbariyat bilan birga tashabbus qilib, shunaqa laboratoriyalar, shunaqa texnologiyalarni olib kirib, O'zbekiston o'zida yani. O'zbekistonni o'zida shu jarayonni davom ettirishni harakatini qilamiz. Xitoy davlatida yuqori hosil beruvchi qishloq xo'jalik zarar ko'rganlariga chidamli navlarda yetishtirish jarayonini ko'zdan kechirdi. Fermer xo'jaliklari maydonlariga bordi. Ilmiy tadqiqot institut tajriba stansiyalariga bordi. Tozalashdan boshlab, to ekib, yana qayta nima tozalashgacha bo'lgan jarayonda hammasini mana bugun tushuntirib o'tkazildi.